Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi ko'mir otoplaydigan ishimizni boshlab oldik. Biz hozir Bog'ot tumani Qulon Qorabog' qishlog'i Kulonlar ko'chasi 15-uydamiz. Bu yerimizdan Xudo xohlasa ko'mir otoplayotib beramiz. Materiallarni hamma narsani o'zimiz bilan ekkanmiz. Ishimizni boshlab oldik. Xudo xohlasa 30% ishni qilib keldik. Materiallarimizni ham Xudo xohlasa o'rnatib boshladik. Materiallarimiz shu yerdan duralumin 580 Şu yerden bunu her birine kranik koyup 90 gradus büküp rezil olup onatıp veremiz. Hazır obratki taşısana yani. Ne diyorlar suları. Sekiz atıp barınla toluk videosunu Xudo xohlasa bitgenden keyin YouTube kanalına koyamiz. Kanalımız rivoji uchun obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Bu videoni ko'mir otoplayni o'tirish istaganda yurgan yaqinlari ko'rib ko'radilar. Keyin dastlabki xizmatimiz ham bor. Mana batareya, или kotyol, turba kerak bo'lsa, dastlabki xizmatimiz ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.